1 kilosi qo'yi 725 dollar. Joni baquvvat ekan biiznillah. Aziz birodarlar, Allohning fazli marhamati bilan vatandagi boshqa bir diyorda turib boshqa bir diyorga qurbonlik qilib go'shtlarini miskinlarga, yetimlarga tarqatishlik niyat qilgan ekanlar. Alloh ulardan qabul qilsin. Alloh kutmagan joylaridan siylasin, mukofotlar bilan ajrlantirsin. Allohumma amin. Hozir bu yoqda qurbonlik qilyapmiz inshaalloh. Hozir biz qo'yi so'yib, go'shtlarini maydalab, chiroyli 1 xil kilogrammda qilib salafalarga solib, inshaalloh yetim, miskin, ehtiyojmandlarga go'shtlarni tarqatamiz inshaalloh. Go'shtlar Fon bunaqasi. YouTube'ga. Aziz birodarlar, mana hozir go'shtni maydalab akamiz chiroyli qilib ajratib beryaptilar, dumbalarini maydalab, hamma yog'ini mayda-mayda qilib. Allohu akbar. Qurbonlik qilgan birodarimizni Alloh qabul qilsin. Yana kim bunaqa qurbonliklarni qilib yetimlarga, miskinlarga go'shtni tarqatmoqchi bo'lsa, Muhsin xayriya fondi orqali inshaalloh qurbonliklarini yetkazsanglar bo'ladi. Bismillah. Qalay chiqyapti aka, zo'rmi? Ha, Allohumma baraka. Inshaalloh. Bismillah. Inshaalloh buni akamizni o'zlariga ham qurbonlik qilayotgan akamizni o'zlariga ham videosini tashab qo'yamiz va fondga ham joylaymiz. Akani o'zlariga qanaqa video tashiymiz desangiz, kilogramlarigacha va kilosi necha puldan ekanliklarigacha hammasigacha aytib turib, atchot topshirib turib, keyin ana qurbonlik amalga oshirildi alhamdulillah. Hozir go'shtlarni kesish, maydalash jarayoni. Hozir inshaalloh maydalab bo'lsalar kilogram qilib ana qilamiz. Nima deydi? Salafarlarga joylab boramiz inshaalloh. Aka ham mashalloh birpasda chokolat bular Shom diyoridagi qassoblar bor-ku. Allohumma barik bor-ku, shaqillat tashiydi. Vashi tez qarang aka. Tez, juda tez. Shu qo'yi osilib turgan joyida yuviblar keyin maydalab tashiydi. Bizda hammasini ajratib olib, ularni addenli yuvib, yo'q, bularda bittada yuviblar, shunda maydalab tashlayveradi. Mashallah ancha chiqdi go'sht bor aka, katta qo'sh, normalniy qo'chqor ekanda, yosh qo'chqor ekan. Bismillah. Ana bismillah. Boshlang. Normalniy dan chiqyapti go'shtchi. Katta go'sht itni dumbasi bilan. Endi bundan ham ko'p qiladigan bo'lsa, yetkazib bera olmaymiz, to'g'risini aytsam. Lekin hozir 2 kilodan qildiryapman. 2 kilo normalniy aka. 2 kilodan bitta oila maza qilib ovqat qila oladigan qilib 2 kilodan qildiryapman inshaalloh. Tamam asha. Kilian taqriban, ha? Kilian. Ha. Alloh barik fishi. Hayyakalloh. İnşallah mana salafarlarga joyli bo'ldi 2 kilodan qilib. Hozir halu mahay. Halu zakatak. Buni icheklarini qiladigan odamlar bo'ladi-da o'zi, so'raymiz. Qilamiz, beringlar desa, beramiz, o'zligi qilib olishadi. Ha bitta salafanga soldiraveraylik uni. Qo'ylarni alhamdulillah so'yib, go'shtlarini maydalab salafarlarga sovoldik. 2 kilo qilib dumbalar bilan qo'shib. Tamam. Alhamdulillah mana go'shtlarni maydalab bo'ldik. Salafarlarga solib, hozir mashinaga ortib, borib tarqatamiz. Oldingi videolarda tarqatgan jarayonlarimni video qilib qo'yardik, chunki bitta haymaga borib turib, bitta hayma ahliga, ya'ni yetimlarga ko'proq borib tarqatardik. Hozir unaqa emas, yaqinda u yoqqa tarqatuvdik. Endi bu go'shtlarni menimcha birodarlarga, shetdagi ko'proq muhojir
birodarlarga, muslima opa-singillarimizga, shahid oilalarga inshaalloh qo'ldan kelgancha ya'ni yetkazishga harakat qilamiz. U jarayonlarni videoga ola olmaymiz. Chunki yaxshi ham bo'lmaydi. Alloh barchalardan qabul qilsin. Kimda kim Shom diyorida va G'azoda qurbonlik qilmoqchi bo'lsa va ehson yetkazmoqchi bo'lsa, zakotini yetkazmoqchi bo'lsa, Muhsin xayriya fondi orqali o'z zakotinglarni, ehsoninglarni va qurbonliginglarni yetkazsanglar bo'ladi. Birodarlar, mana bu videolarga like bosib, prosmotriv va boshqa odamlarga yuborish sabab ko'rmagan odamlar ko'rishiga sabab bo'lar ekan. Prosmotriv ko'proq bo'lsa, yetmagan odamlarga yetib borishiga sabab bo'lar ekan. Men u prosmotriv narsalarga ish qilmasman. To'g'risi, usta ham emasman, tushunib ketadigan. Alloh barchalardan rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin. Muhsin xayriya fondi orqali zakotinglarni, yaxshiliklarni, ehsoninglarni yetkazaverasizlar. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.